Endi particle effect qo'shamiz. Sichqonchoq orqali bosganimizda quyidagi obyektlarni o'sha bosilganligini userga bildirish uchun, ko'proq interaktiv bo'lish uchun particle effect kerak bo'ladi. Demak, target skriptida public deb yangi obyekt yaratib olamiz. Particle system explosion particle deymiz. Va on mouse down ishlagan paytda particle effectni instantiate qilish kerak bo'ladi. Instantiate particle explosion particle transform.position explosion transform rotation deymiz. Ya'ni transform position bu aynan o'sha sichqoncha bilan targetni bosamiz, bosganimizda qayerda turadi o'sha target. Aynan o'sha turgan joyda instantiate bo'ladi bu partiklamiz. Uni rotationini o'zini rotationida saqlab qolamiz, lekin positionni bu target positionni beramiz. Save qilamiz. Va endi har bitta anaqaga prefabga partikllarni berib chiqishimiz kerak. Mana hozir pustoy turibdi. Har biriga o'ziga tegishli bo'lgan partikllarni beramiz. Demak, bizda mana course library'imizning ichida partikllar bor. Bir qancha har xil ranglarda bor. Mana bu orange, bu pink, pushti rang, hokazo. Demak, bizda prefabimiz bu yomon edi. Bu balni kamaytiradi, skorni kamaytiradi. Bunga biz red bersak bo'ladi. Red assetdan tanlashimiz kerak. Nega chiqmayapti? Asset nan turibdi. Okay. Course library particle bosamiz. Qaysi biri red edi endi? Red beramiz. Prefabs good ga misol uchun green bersa bo'ladi. Green. Prefabs good 2 ga ham green beramiz. Va good 3 ga ham green beramiz. Save qilib play ni bosamiz. Green, qizil, green.